Speakingizni oshirish uchun eng yaxshi usul. Birinchi bo'lib YouTube'ga kirib IELTS Speaking deb o'zingiz xohlagan balli yozasiz. Birinchi bo'lib 6 dan boshlashingizni maslahat beraman. Har xil videolar chiqib keladi va sekin o'zingiz solishtirib ko'rish uchun 6,5 deb yozsangiz, 6,5 ga mos bo'lganlari ham chiqib keladi va bu narsani eng yaxshi tomoni xuddi imtihonda o'tirgandek o'tirasiz va imtihon qanaqa bo'lishini atmosferasini ham olasiz. Hattoki 2,5 balligi ham bor ekan. Masalan, men o'zim ko'p marta shu videoni ko'rganman va o'zimga udobniy bo'lishi uchun обязательно subtitrlarini yoqib olaman. Men o'zim asosan shu ekzamenlar olgan videolarini ko'p ko'raman, negadir o'qituvchimdek yoqib qolgan. Menga yoqadigan eng zo'r tomonlaridan bittasi oxirida nima xatolar qilganini, nima qilsa balandroq ball olishlarini ham tushuntirib beradi. Shunchaki ko'rib o'tirish bu sizni speakingizni oshirmaydi. Undan ko'ra to'xtatib, o'sha savollarga o'zingiz ham javob bersangiz, bu sizni ballingizni ko'tarishga ancha yordam beradi.